Namangan viloyati Kattaqo'rg'on tumani Sitora fermer xo'jaligining g'alla maydoniga Do'xtir preparatini 7-aprel kuni 600 grammdan ishlov o'tkazilmoqda. Natijasini 9-aprel kuni Xudo xohlasa sizlarga video qilib ko'rsatamiz. Mana gandumagi holati mana shu holatda bugungi kunda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Gandumagi ko'rsatib qo'yganlar. Assalomu alaykum hurmatli Sifat Agro kuzatuvchilari. Mana bugun biz Kattaqo'rg'on tumani qaysi tipidamiz aka? Ilmor Qurbonov tipi Sitora fermer xo'jaligi. Sitora fermer xo'jaligining g'alla maydonlarida begona o't, gandumak begona o'tiga qarshi Do'xtir ultra preparatini gektariga 600 grammdan sinov o'tkazmoqdamiz. Sinov muddati bugun 7-aprel kuni sinov qo'yyapmiz. 9-aprel kuni natijasini sizlarga ko'rsatamiz. Dorini tayyorlash usullarini ko'rsatamiz. Kattaqo'rg'onga poliyaga kelyapmiz. Hech kun o'tdi aytdi. 2 kun o'tdi. 7-kuni sepganmiz, 9-aprel bugun. Xudo xohlasa gandumaklar ko'rinmayapti. Hayajonli daqiqalar. Assalomu alaykum hurmatli Sifat Agro kuzatuvchilari. Mana bugun yana biz Kattaqo'rg'onga qaytib keldik. Dorimizning natijasini ko'rishga Do'xtir ultra preparatini 7-aprel kuni kelib qo'llab ketganmiz. Bugun 9-aprel sanasi. Gektariga 600 grammdan qo'llaganmiz. Mana gandumagimizni bugungi kundagi holat. 2 kunda mana shunday holatga olib kelgan. Mana g'allani egallab oladi, ustiga chiqib qo'lni. Nima qilib g'allani tayyorlab qolyapti, xudo xohlasa. Dori yaxshi ta'sir qilgan. Dori kuchi mana shunday bo'ladi. Do'xtir ultra gektariga 600 grammdan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana Do'xtir ultra preparatini kuchi. Mana holat. Sindor maylarida ko'rsatdim. Qo'lni sepilgan 600 grammdan. 2 kunda shunday holatga olib kelib tashlagan. Do'xtir ultra dorini sepganimga men 2 kun bugun. Mana shu dori mana shu 2 kun ichida mana shunday qilib o'ldirdi meni gandumagini. Akaga rahmat, mana nasib ishlaymiz oxirigacha. Sizga ham rahmat aka. Bizni tanlashda adashmagansiz. Xudo xohlasa dorilarimizni defektini, kuchini, hamma narsasini o'zimiz boshida kelib turib, septirib, natijasi bilan birga qo'llab hammasini sizga ko'rsatib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.